Davlatimiz rahbarining muhim tashabbuslaridan biri bo'lgan unikal loyiha Islom sivilizatsiyasi markazi hali ochilganiga ko'p vaqt bo'lmasa-da, butun dunyodan minglab sayyoh, ilm ma'rifat vakillari hamda keng jamoatchilikni o'ziga ohangraboday tortmoqda. Bugun O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi poytaxtimizning eng gavjum nuqtalaridan biriga aylandi. Muzeyga sayyohlar oqimi to'xtamayapti. Har kuni bu yerga dunyoning turli nuqtalaridan mehmonlar tashrif buyuradi. It feels very amazing. Bu yerda bo'lish juda ajoyib tuyg'u. Bu maskan turli sivilizatsiyalar xotirasini o'zida jamlagan, ayniqsa islom madaniyati haqida ko'plab yangi ma'lumotlarga ega bo'ldim. Bu juda ajoyib, fantastik. Men kutganimdan ham ziyoda. Juda qiziqarli va mukammal taqdim etilgan. Bu yerda katta mehnat qilinganini sezish mumkin. Juda ma'rifiy maskan. Albatta yana kelishni tavsiya qilaman. Muzey прекрасный, потрясающий. Muzey juda ajoyib va hayratlanarli. U insonni go'yo madaniyat va tarix olamiga olib kiradi. Bunday maskanni ilgari ko'rmagan edik. Biz hali to'liq aylanib chiqmadik, ammo muzey juda ulkan va keng ko'lamliligi bilan bizda allaqachon kutganimizdan ham ortiq taassurot qoldirdi. Bu yerda qayta ko'rishga arziydigan ko'plab detallar bor. Hatto bir necha kun kelsangiz ham har safar yangi narsalarni kashf etishingiz mumkin. I travel a lot. Men ko'p sayohat qilaman va ko'plab muzeylarda bo'lganman, lekin bu maskan o'zining zamonaviyligi va go'zalligi bilan alohida taassurot qoldirdi. Bu yerga tashrif buyurish chinakam zavq bag'ishlaydi. I'm happy to be here. Bu yerda bo'lganimdan juda xursandman. Muzeyning zamonaviyligi va texnologiyalarga boyligi meni hayratda qoldirdi. Rostini aytsam, biroz ajablandim ham. Juda chiroyli va tartibli tashkil etilgan, hatto tasavvurlarimdan ham ancha yuqori. Bu yerga kelib barchasini o'z ko'zim bilan ko'rganimdan juda xursandman. Juda ajoyib va qiziqarli, barcha ma'lumotlar tartibli va tushunarli tarzda taqdim etilgan. Bu bizga juda yoqdi. Juda qiziqarli maskan, ko'plab interaktiv imkoniyatlar bor. Eng muhimi, ma'lumotlar ingliz tilida ham berilgani sababli hammasini bemalol tushunib borish mumkin. Bu juda qulay. Belə bir mədəniyyət sivilizasiyanın yaranması çox gözəldir bizim Türk dövlətləri üçün. Mənə çox gözəl təsirat bağışladı. Tam sənətkarlığın bir ocağıdır deyərdim. Çox xoşdur ki, belə sənətkarlar, rəssamlar, yəni ki, əziyyət çəkib illərini qoyub, buranı hazırlayıblar və gələcək nəslə ötürürlər, çatdırırlar tariximizi. Selamun aleyküm. Azərbaycandan gəldik. Çox təşəkkür edirik. Yəni, möhtəşəm muzey yaradıldı. Təşəkkür edirəm hər kəsə bu işdə olan zəhmətlərinə görə. Kəttə rəhmət. Özbək xalqına, Özbək rəhbərliyinə.